10. Bab. Hazreti İsa 12 şagirdini yeniga chaqirib, ularga jinlarni haydash va har xil og'riq silahlarni saqaytish huquqini berdi. Bu 12 shogirdining ismlari mundaq: Petrus debmi atalgan Simon va uning inisi Ender, Zebediyning o'g'li Yaqub va uning qarindishi Yuhanna, Filip va Bartolomay, Thomas va bajgir Matta, Halpayning o'g'li Yaqub va Taday, vatanparvar deb atalgan Simon va Hazreti Aysoga sotqunlik qilgan Yahuda Ishqariyot. Hazreti Ayso bu 12 shogirdini xalqning orasiga avatishdan avval ularga mundaq topildi: Yahudi emaslarning zeminlariga bormanglar, Samariyaliklarning shaharlariga bormanglar. Uningdan ko'ra Xudoning yo'qolgan qo'y podilari, ya'ni İsroillar orasiga beringlar. Borgan yeringlarda Arishning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi deb jakarlanglar. Kesallarni saqaytinglar, o'liklarni tirildiringlar. Mahov kesallarini saqaytinglar, jinlarni haydivetinglar. Bu imtiyozlarni haqsiz olgan ekansizlar, haqsiz ishlatinglar. Hem yaninglarda oltin, kumush va mis pullarni elib yurmanglar. Safarga chiqqanda ne xurjun, ne birer ortiq ko'nglak, ne oyoq, ne hasa ilvamanglar. Chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa, shuningdan ish haqqi ilishqa haqliq. Birer shahar yoki yezg'i bo'lgan vaqtinglarda oldi bilan u yerda seni qabul qilishni xohlaydigan kishini izlab tepib, u yerdan ketguncha shu kishining uyida turinglar. Birer uyga kirganinglarda ularga amonlik tilanglar. Agar u oildagilar sizlarni qabul qilsa, ularga tilagan amonliginglar ijobat bo'ladi. Agar sizlarni qabul qilmasa, tilagan amonliginglar o'zinglarga yonadi. Sizlarni qabul qilmagan, so'zinglarni anglamagan kishining uyidan yoki shu shahardan aylig'ininglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qiqivitinglar. Bilib qo'yinglarki, u shahardagilarning qiyomat kuni tortadigan jazosi Sodom va Gomorra shahridagi razil kishilarning tortadigan jazosidanmi og'ir bo'ladi. Mana men sizlarni qo'ylarni bo'rilarning orasiga avatgandek avatiman. Shunga yilondek sezgur, kaptardek sodda bo'linglar. Kishilardan paxas bo'linglar. Ular sizlarni tutqun qilib, sotqa topshirib berdi. İbadetxonalarda qamchilaydi. Sizlar menga ishonganinglar uchun vali va podsholar oldiga elib berilib, so'roqqa tortilasizlar. Buning bilan ularning va Yahudi emaslarning oldida mening guvohchilarim bo'lasizlar. So'roq qilingan vaqtinglarda qanday javob berish yoki nima deyishsin andish qilmanglar. Chunki u chaqda qildigan so'zlaringlar sizlarga nasib qilindi. Sizlar o'zinglar so'zilmaysizlar, balki arishdagi otanglarning ruhi sizlar orqali so'zlaydi. Qarindosh qarindishiga, ota bolasiga xoinlik qilib, ularni o'limga tutib berdi. Bolalarmi ota-onasi bilan qarshilashib, ularni o'limga ittirdi. Menga ishonganinglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutqizildi. Ular sizlarga bir shaharda ziyonkashlik qilsa, yana bir shaharga qochib beringlar. Bilib qo'yinglarki, sizlar Isroilning butun shaharlarini orlab bo'lguncha inson o'g'li qaytib keladi. Shogird ustozidan, qul xo'jayindan ustun turmaydi. Shuning uchun shogird ustozidek, qul xo'jayindek bo'g'iniga qanoat qilsin. Ular uyning beshi bo'lgan meni jinlarning podshoyi shayton deb atgan yerda uyning a'zolari bo'lgan sizlarni texmi zo'r haqorat qilmamdi. Biroq bundoqlardan qo'rqmanglar. Chovsi chitqi yeyilmaydigan hech qanday yo'shirin ish, oshkorlanmaydigan hech qanday maxfiyatlik yo'qdir. Mening sizlarga maxfiy etganlarimni sizlar ochiq oshkora aytaveringlar. Quluqinglarga pichirlab etganlarimni xalqi olamga chakarlanglar.
teninglarni o'ltirsimu, jininglarni olamaydiganlardan qo'rqmanglar. Aksicha, teninglarni jininglarni do'zaxda halok qilalaydigan Xudodan qo'rqinglar. İki qushqoshni bir tangaga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin arishdiki otanglar bilmay turib, ulardan birsimu yerga tushmas. Sizlarga kelsak, hatto sizlarning har bir tal chechinglarningmi hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqoshdinmi qimmatlikda. Ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni menmu arishdiki otamning oldida e'tirof qilaman. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlarni menmu arishdiki otam oldida rad qilaman. Meni dunyoga tinchlik elib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, balki jidal majro elib keldim. Mening vajimdan o'g'il otasiga, qiz onasiga, kelin qiynonasiga qarshi chiqadi. Odamning dushmani o'z oilasidagi kishilardir. Ota-onasini mendinmi aziz ko'radiganlar mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. Farzandlarini mendinmi aziz ko'radiganlarmi mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'zining krestini ko'tarib, menga egashmaganlarmi shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'z hayotini oyaydiganlar aksicha uningdan mahrum bo'ladi. Men uchun o'z hayotini oyamaydiganlar uningga erishidi. Sizlarni qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilganlar bo'lsa, meni avatguchi Xudoni qabul qilgan bo'ladi. Bir payg'ambarni Xudoning so'zini yetkazganligi sababidan qabul qilganlar payg'ambar bilan o'xshash inomga erishidi. Durust odamni uning durust bo'lganligi sababidan qabul qilganlarmi shu odam bilan o'xshash inomga erishidi. Bilib qo'yinglarki, Hazreti Aysoning shogirdi deb shogirdlarim ichidagi eng arzimas biriga hatto biror ichini sovuq suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi.